Ho'kizchalarni qarang, taxlab tashlagan. Bugungi bozor qarang, novozlarni qarang, katta-kattalari kirgan ekan. Ho'kizchalarni qarang, ikkita bir xil ho'kizcha ekan, udar ho'kizchalar. Yosh ho'kizchalar 3 ta ekan. Aka qayerdaki bular? Gazarayda qarang, ho'kizchalarni qarang, udar ho'kizchalar sherda ekan. Eng qizig'i uyda sari uzunda mana ho'kizchadan 15 ta bor, mana shu amakdan bog'lanasizlar. Videorolik davomida batafsil nomeri bilan qo'yib o'taman. Rossiyada mana ho'kizchalar kelibdi ekan, uydan ham sotamiz. Telefon nomeri ham bor. 1 tonna 200 kiloliklari ham bor ekan. 10 ta sizdan. Va bozorga zo'risiz ekansiz-ki, qayerdansiz aka? Denos. Qarang, yosh novozchalar sotuvda ekan. Adilni video qilib qo'yaman. Bu Denodan, bu Sarasa Gazaraydan 3 ta uyda sotamiz. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan G'iyosbek Qurramov YouTube kanali. Bugungi videoda hammasi Surxondaryo viloyati Sarasa Payshanba mol bozoridan navoz narxlari, katta jona ho'kiz narxlari bilan tanishtiramiz. Bugun sana 2-aprel 2026-yil. Qarang, katta buqalar kiribdi ekan. Bir chekkadan video gollarga tanishtiramiz. Mol bozor narxlari, ho'kiz narxlari adilni chiqadi. Yosh mollar adilni, sog'on sigirlar adilni chiqadi. Vaysa qo'y narxlari adilni chiqadi. Ot bozor Surxondaryo o'z kanalida chiqadi. Qarang, novozlarni qarang, taxlab tashlagan katta semiz novozlarni tanishtirib o'tamiz. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan G'iyosbek Qurramov YouTube kanali. Novozlarni videoga olishni boshladik. Buna buqqani 70 million so'm baho qo'yapti. Aka qayerdagi bu? Sarasiyami? Xorvatandan ekan 70 million so'm mana buqqani baho qo'yapti ekan. Joyveska olmishdan so'rayaptimi aka? Olmishdan so'rayapti ekan. Joyveska 70 million so'm baho qo'yapti. Aka uyda yana izi bormi yo'qmi? Ha, bo'lsa nomer bo'lsa aytib qo'ying aka. 90lik 118 74 19 shu nomerga bog'lanasizlar. Katta navoz, katta ho'kiz kerak bo'lsa, Sarasa Xorvatandan aka uydan ham sotamiz deb bog'lanasizlar. 15 ta bor. Qaysidan? Mana undan o'rtadagidanmi? Ikkasidan. Ikkovidan 15 ta bormi aka? 15 ta bor. Uy qayerga aka? Kommunizm kolxozi. Uzun kommunizmmi? Uzun kommunizmga akaga 15 ta buqqa bor ekan. Aka nomerni aytib qo'ying. 93lik 93lik 051 051 5486. 5486 shu nomerga bog'lanasizlar. Uyda 15 ta bor ekan. Ajavoq. Mana buqalar tanishtiramiz, ko'pini bo'ylab ketgan egasi yo'q. Bu nech bilyapti aka mana kattani? Bermasin. Narxi yo'qmi aka? Buni narxi bilmaysizmi aka, nech bilyapti? Bunisini 70 million dedi. Bunisini egasi topish qiyin bo'lyapti. Bular kimdan aka bular? Aka bular kimdan? Sizdanmi aka? Uyda 15 ta bor dedingiz-a? Nech bilan deyapsiz aka buni? 45 mingdan. 45 mingdan nima? 45 million so'm. 45 million so'm baho qo'yapti. Yondagisichi bu sal balandroq. Ikkalasi. 45 milliondan baho qo'yapti. Mana aka uzun kommunizmdan ekan. Agar shunaqa kerak bo'lsa, uyda yana 15 ta bor ekan. Akaga bog'lanasizlar. Mana aka 45 milliondan baho qo'yapti ekan. Aka savdo necha bo'ldi? 43 bo'ldi, 45 million deyapsiz, 43 ga bermaydingizmi? Uyda yana 15 ta bor dedingiz-a? Nomerni bir qaytarib yuboring. 93lik 051 5486 shu nomerga bog'lanasizlar. Amakda uyda yana 15 ta bor ekan, kelishtirib beramiz deyapti. Navoz olaman deganlar bo'lsa, qarang, ho'kizchalarni qarang. Udar ho'kizchalar, yaxshi ho'kizchalar sherda ekan. Aka bular sizlardanmi aka? Qaysi biri savdo bo'lyapti? Mana uchovim aka. Necha pul bo'lyapti aka bular? 87 million bo'lyapti. Akasi necha bo'lyapsiz? 95 million so'm baho qo'yapti. 87 million so'm uchovi savdo bo'lyapti ekan. Xo'p, qayerda mol aka? Sarasoniki ekan. Bular sizdan emasmi aka? Qaysizdan aka? Mana ikkovi sizdanmi? Necha bilyapsiz aka buni? 50 milliondan baho qo'yapsiz, ha? Savdo necha pul bo'ldi aka? 50 milliondan baho qo'yilyapti. 42 milliondan savdo bo'lyapti ekan. Katta ho'kizchalar. Qayerdaki aka? Uzundan. Uyda yana bormi aka siz? Uydan ham sotamizmi yo'qmi aka? Nomerni aytib qo'ying aka. 91lik 075 61 11 shu nomerga bog'lanasizlar. 50 dan baho qo'yapti. 42 dan bermadingizmi? 42 milliondan berilmadi ekan. Xo'p, bu tarafda dalish ketamiz. Aka bular kimdan ekan? Bu sizdan emasmi aka? Aka qaysi narxni bilamiz? Bular sizdan emasmi? Mana aka ko'pchilik bo'ylab ketgan egasi yo'qda, topish qiyin. Kimdir narxni aytadi, kimdir aytmaydi. Aka savdo bo'lyaptimi? Qaysi mollar savdo bo'lyapti? Qaysini? Ha, bu aka taniyman. Aka nech bilyapsiz buni? G'art dehqon. Aka qaysi narxni aytasiz?
Bunisi 17 million qilyapti. Nechtasini? 2,5 so'rayapman ikkilarni. Ikkovini 32,5 dan so'rayapti ekan. Qayerda mollar aka bular? Sarasyon ho'kizchalari mana aka 32,5 dan bermadi. Aka necha bilan deyapti? 34 ta bo'lsa. 34 dan bo'lsa o deyapti ekan, 32 million savdo o'tib berilmagan ikkita ho'kizcha mana aka. Ho'kizchalarni qarang. Aka necha bo'ldi bu? 25,5 olinda. 25,5 millionga sotib olingan ho'kizcha mana aka. Narxi qanday? Ho'kizlarni qarang, taxlab tashlagan. Joyveski 55 mingdanmi? Ha, so'rayapti, bermayapti. Arzonki 62-63 ming bo'lyotdi-ki. Qaysi ho'kizdan aka? Mana bak qora. Nech bilyapsiz qorani? Mana men 35 deyapti. 35 ming baho qo'yadi. Bular kimdan aka yana 3 ta? Aka bilmadim bu kimnikini bilmayman akajon. Xo'p, mana aka dars ketamiz. Bular kimdan aka, sizdanmi? Narxi bilmaysizmi aka? Aka narxi bilmaysizmi? Mana 24 millionga berilmayapti. 24 ga berilmayapti. 22 so'ralyapti. 24 ga berilmayapti, 22 ga so'rayapti ekan. Qoralar narxi bilmaysizmi aka? Bu ham shu 22. 22, 21 mana aka narxlari. Narxi qora 58 million taroziga bo'lyapti. Avladan keyin. Avladan keyin 58 da taroz narxi tushdi-da. Ha, 60 million bo'lsa 60 mingdan bo'lsa o deyapti 58 dan sotib oladi. Aka zo'rmisiz? Bu necha pul bo'lyapti aka? Bilmaysizmi? Xo'p, mana aka bu tarafda ham mollar bor ekan. Aka necha puldan bo'lyapti bular? Bizamiz bu ekalasi. Ikkovi. 50 ga 55, bu 50. Bu 55. Aka bu chetli mol, ha bu? Semental mol. Qayerda mollar ekan? Denodan semental ho'kizchalar ekan. Aka uyda yana izi bormi? Nomerni ayting aka. 99lik 869 8808 nomerga bog'lanasizlar. Semental ho'kiz kerak bo'lsa izi bor. Uydan ham sotamiz. Xo'p. Aka savdo nechidan bo'ldi bular? 40 ga 50 bo'lyapti ekan mana aka. Narxini qarang, semental ho'kiz kerak bo'lsa uyda yana izi bor ekan. Bozorga video olsal qiyin bo'ladi-da lekin. Ho'kizchalarni qarang, ikkita bir xil ho'kizcha ekan, udar ho'kizchalar. Aka sizdanmi bular? Denodan. Bu aka bu qanaqa parada? Ablikol. Qayerdek aka bular? Yurtchiniki. Deno yurtidan Ablikol paradali ho'kizchalar ekan. Ikkovi ham kalgo. Nech puldan deyapsiz aka buni? Ikkovini 62 million so'rayapti. Ikkovini 62 so'rayapsiz. Siz nech pul deyapsiz? 65 bo'lsa 65 million bo'lsa, o deyapti 62 so'rayapti ekan. Aka nomerni ayting. 90lik. 90lik 267 267 95 37. 95 37 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana aka ikkita yaxshi o'qishchi ekan, Denodan ekan. Buni chaqirmaysizmi uydan sotsak? Bo'ldi. Izi bor. 10 ta sizdan. Voy, bozorga zo'rasiz ekansiz-ki. Qayerdansiz aka? Deno. Bular mana shundan 10 ta sizdanmi aka? Narxi necha pul aka? 6 mingdan baraka qildi. Ha, taroziga. U arzon tushib ketdi-ku narxi. 56 mingdan kilosiga baraka qildi ekan. Buni yeyishsa vohadakda telefon qilasiz. Nima deysiz? Har bitta otga 10 molga 10 kilo. Bu udarku. Hozir. Aka, aka, nomerni aytib qo'ying. Nomerni. 99lik 99lik 337 78 00. Aka mana vohadan ko'rib telefon qilyapti. Bizlar borsak bir kamas olib beradimi? Kiloga necha pul olib beradi deyapti. Olib berasa, bo'ldi sizga bog'lanadi, choyda olaverasiz yana hafta. Mana aka 56-57 dan Joyveska taroziga olib beramiz deyapti ekan. O'tgan kuni menga telefon qildi. Mana aka, mana molni o'z sotadiganlar bilan shug'ullanasiz, kelishtirib beradi. Xo'p, bular kimdan aka? Sizdan mama, qaysi biri sizdan? Mana shu bitta. Nech pul deyapsiz aka buni? 22 qilib berdim. Siz nech pul deyapsiz? Men 25 diyorum. 25 baho qo'yapti, 22 ga berilmagan ho'kizcha ekan mana aka. Xo'p, bular kimdan aka bular? Komil, bular kimdan? Sizdanmi? Yo'q, bizdan emas aka. Komil aka deyapti mana. Xo'p. Bu bular kimdan gana qizillar aka? Sizdanmi aka? Qayerda bo'ldi aka bular? Oxun boboy o'zimizdan. Oxun boboy, Sarasoni ho'kizchalar. Nechta sizdan aka? Hammasi bir xil ekan, ha? 6 ta. Aka bu qayerda mol? Chetda mol, ha? Rossiyami, boshqa joy? Rossiyadan kelgan 6 ta ho'kizcha mana aka akaniki sotlar ekan. Aka narxlari qanday endi? 3tasi 35 dan. 3tasi 35 milliondan, ha? 3tasi 30 milliondan. 3tasi 30 milliondan, bu 35 milliondan ekan mana aka. Aka uyda yana izi bormi? Bor. Nomerni ayting aka. 99lik 99lik
379 379 94 23. 94-23 nomeriga bog'lanasizlar. Rossiyskiy ho'kizchalar kelgan, uydan ham sotamiz deyapti. Bog'lanasizlar. 1 tonna 200 kiloligi ham bor ekan, agar nima zot olaman deganlar bo'lsa. Aka, qaysi biri savdo bo'lyapti? Mana shu mol. Ha, Komil aka, nima bo'lyapti? Komil aka trendda. Va bular nech puldan bo'lyapti? Mana savdo bo'lyapti. 24 million 400 ming so'm. Qancha bo'lyapti bu? Qora qancha bo'lyapti? 24 million 400 ming so'm. Aka nech bo'lyapti? 24,5 berdi. 24 million 400. 100 mingami? Bosinga 100 mingga qaramang. 24 million 400 bo'libdi ekan. 24,5 bo'lsa odayotgan ekan mana aka. Shuncha savdogar sherik qilib o'tiribdi. Bu kimdan ekan mana ala? 23,5 so'm. Qayerdik aka bu? 23,5 million so'm so'rayapti, bermayapti. Akasi nech bilyapsiz? 26, 27 deyapti, 23,5 ga bermabdi ekan. Sarasa O'zbekistonning ho'kizchasi. Bular kimdan ekan? Aka sizdanmi ikovi? Aka narxlari nech bilan mana bularni? 29 million bo'lyapti aka mashinasi. Bu 29 bo'lyapti. Bucha alach aka. Ala nech pul bo'ldi? 25 baho qo'yapti, savdo nechi bo'ldi? Hali savdo bo'lgan 25 baho qo'yapti, bu 29 savdo bo'ldi. O'zi nechi bilyapsiz? 33 million so'm deyapti ekan. Mana aka, Sarasadan Payshan bozordan ho'kizchalar. Bu aka nechaga qoldi bu? 25 ga qoldi. Xo'p, mana 25 ga qoldi ekan. 25 ga qolgan ho'kizcha bu. Bular narxini bilmaysizmi aka? Bu aka, qora nechi pul ketdi aka, shu qora? 22,5 ketgan qora mana ko'rmayaptimi yo'qmi? Xullas bozorga video olish sal qiyinroq, tep yoradi, shoxlaydi. Odam ko'p, qo'llangancha harakat qilamiz. Aka, yosh ho'kizchalar 3 ta ekan. Aka, qayerdiki bular? Gazaraydan kelgan, u Adirda o'tini yeb kelgan. Nech puldan deyapsiz aka? Bu 25, bu 30 dan baho qo'yapti. Savdo nechi bo'ldi aka? Bular 25 dan bo'ldi. Bunisichi? Bu 18 savdo o'tdi ekan, bu ikkitasi 25 dan savdo bo'lgan. Gazaraydan kelgan 3 ta ho'kizcha ekan mana aka. Oldlarini ham qarang. Qanday edi narxi? Arzonmi, qimmatmi? Aka, bular ikkovini 25 dan bermadingiz, maydasi 18 ga bermadingiz, ha? Uyda yana izi bormi yo'qmi aka? Agar to'g'ri ketsa sotasiz, bo'lmasa qaytarib ketasizda. Nomerda aytib qo'ying aka, uydan sotsangiz. 99lik 347 347 63 92 shu nomerga bog'lanasizlar. 3 ta ho'kizcha mana aka, uyda yana izi bor ekan. Sarasa Gazaraydan, Adirda tog'da yaxshi o'tlarni yeb semir yurgan ho'kizchalar. Mana gazonchilarimiz, dars davom etamiz. Bu ala nechi bo'ldi mana bu? 25 bo'lyaptimi? Sotilgan yo'qmi aka? Mana aka talg'ir kalgo 25 million so'm savdo bo'lyapti ekan. Nech bilyapsiz aka o'zingiz? 30 deyapman. 30 million so'm baho qo'yapti, 25 savdo bo'ldi ekan. Qorasidan emasmi aka? Qora nech pul aka? Qorani 23 so'rayapti ekan. Qayerdik aka bu mol? Deno 8-mart. Uyda yana bormi aka izi? Nomerda aytib qo'ying aka. Ha, nomer yo'q ha? Bo'ldi. Tunsoydan ho'kizcha sotgan. To'g'ri, nech bilyapsiz buni? 17 so'rayapsiz, nech bilyapsiz? 18 baho qo'yib, bo'lsa o deyapsiz, 17 millionga bermagan. Mana To'g'ri, bu 6 saydan ho'kizchani olib ketdi ekan. Xo'p. Bu aka nech pul bo'ldi aka bu? 18 ketdi. 18 million sotilgan ho'kizcha ekan mana aka. Yaxshi ekan, lekin parada ekan. Bu aka, ala nech bilyapsiz alani? 18 deyapsiz. Savdo nechi bo'ldi? 16,5, 17,5 savdo bo'ldi ekan. Aka, bu nech pul ikkita ala? Ha? 17,5 dan siz nech bilyapsiz? 20 dan baho qo'yapti, 17,5 dan savdo bo'lyapti. Qayerda mol aka bu? Sherda Sarason moli ekan. Mana 17,5 dan berilmagan ekan. Kun ko'rmasdiki, zo'rmisiz? Ha, Surxon Meydani G'iyosbek Xurramov kanalidan chiqadigan videosi. Aka, nechaga qoldi bu? 16 million 300 ga qoldi ekan. Bu qora nechaga qoldi shoxdor? 19 deyapsizmi? Savdoni ayting, nechaga qoldi? Hali savdo bo'lgan yo'q, 19 baho qo'yilyapti ekan. Xo'p, bular nechidan dedik boya? 20 dan baho qo'ydik, 17,5 dan bo'pti ekan. Xo'p, mana nima ko'rsatdi? Aka, nechi ketdi bu? Hali ketgan yo'qmi? 17,300 bo'lyapti. Mana 17 million 300 bo'lyapti ekan. Narxlari qanday? Mayda ho'kizchalar sizlarga tanishtiray, Instagram uchun hamda YouTube uchun. Joydor ho'kizchalar. Aka, nechidan deyapsiz?
Bir chekkadan 18 dan. Savdo nechidan bo'ldi? 18 dan baho qo'yapti, 15,5 dan savdo bo'lgan ho'kizchalar. Manaki ho'kiz narxlarini tanishtiray. Boqma ho'kizchalarda. Manaki 15,5 dan o'tdi. Bu aka necha bo'ldi bu ikkita? 15,5 15 bilan 600 savdo bo'lyapti. Aka necha bo'lyapti? Aka 32 oxiri. Oho, udarku. 15,5 15 million 600 shunday savdo bo'lyapti ekan, 32 bo'lsa olsin deyapti ekan. Mana oldi tarafi mana molcha. Aka bular nechaga qoldi? 32 qilyapti ikkovini. Siz necha qilyapsiz? 36 32 qilyapti ekan, 36 bo'lsa olsin deyapti ekan mana. 32 million so'm savdo bo'ldi ekan ikkita o'qishcha. Aka bu nechaga qoldi? Bu 16 ga qolibdi ekan manaki. Bu ham boqmay ekan. 16 millionga qolgan. Aka necha pul bo'lyapti bu? 16 ha? Mana 16 millionlik ho'kizcha. Xo'p, mana bu tarafdan 3 ta bor ekan. Bu aka necha bilan bo'lyapti bular? Necha bo'lyapti? 15 million 8 qayerdaki bu? Bo'ldi 15 million 8 bo'lyapti. Siz necha bilyapsiz? Va udarki 15 million 8 dan zo'r bo'libdi-ki, 15 million 8 baho qo'yapti ekan.